Salom, qadrli do'stlar va kanalimiz obunachilari. Mening ismim Galina. Bugun biz Polshadagi ish o'rni haqida gaplashamiz. Demak, Polshada ishlash uchun erkaklar, ayollar va oilaviy juftliklar tovuq mahsulotlarini qadoqlash va qayta ishlashga talab qilinadi. Biz nimani taklif qilamiz? Bu bepul vaqtinchalik ro'yxatga olish, PSEL raqami va bank hisob raqamini ochish, shifokorlarga murojaat qilish imkoniyati bilan tibbiy sug'urta, uyga chaqirishni ham o'z ichiga oladi. Soatlik ish kartasini rasmiylashtirish imkoniyati, joylashishdan tortib hisob ochishgacha bo'lgan barcha masalalarda koordinatordan qo'llab-quvvatlash. Qulay kvartira yoki uyda yashash 2-3 kishilik xonalar oyiga 670 zlot narxida. Ovqatlanish bepul, smenada 2 marta cheklovsiz to'liq tushlik, ya'ni shorva, go'sht, non va choy. Ish sharoitlari. Ish tajribasi talab qilinmaydi. Ish kiyimi va tibbiy ko'rik bepul. Ish jadvali kunlik smenalar 8 dan 14 soatgacha tanlash imkoniyati. Ish haqi 23.50 pun. Soat yo'q. Taxminiy daromad 5200 yoki 6500 pun. Oyiga barcha hisob-kitoblar naqd pulsiz avans olish imkoniyati bilan. Majburiyatlar. Bu ustaxonadagi tovuq parchalari to'plami. 7 dan 10 darajagacha. Mashina, qadoqlash, tayyor mahsulotni, tayyor bo'laklarni tortish, mahsulotni rentgen apparatiga joylashtirish, sanoat hovuzlarini yuvish va ishlov berish. Tovuq ko'kragi, oyoqlari bilan. Menda hammasi shu, umid qilamanki, ma'lumot siz uchun foydali bo'ldi. Shuningdek, eslatib o'taman, biz faqat rasmiy boshqa qurilmalarni taqdim etamiz. Like va obuna bo'ling. Kanalga e'tibor berganingiz uchun barchaga rahmat.